Oydin hayotlar dasturi davom etayozlar. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkent telekanali muharriri, jurnalist Mansurxon Yo'lchiboyev. Mansurxon aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Charchamayapsizlarmi? Ko'rtirganimizdan juda ham xursandmiz. Studiyamizga mana shunday jajji go'zallikni olib kelganingiz uchun katta rahmat. Xamir ichidan patir deyishadi-yu. Bir-biridan go'zal, bir-biridan Lekin kecha Mansurxon akamning Instagramini ko'rib men hayron qoldim. O'zim men yog'ochli gullarni ham kutuvdim. Albatta yog'ochimiz sal kattaroq bo'lganligi sababli hozir olib kela olmadik, lekin yog'och va betondan asosan kashpoy deyiladi. Kashpoy tuvaklarga mana shunday kompozitsiyalarni tayyorlab beramiz. Mansur aka, menimcha aynan mana shunday sukulent gullarga ahamiyat bergansiz. Ularni parvarish qilish qanday o'ziga xosligi, qanday iqlim talab qiladi, qanday parvarishni talab qiladi? Sukulentlar asosan bizning O'zbekiston sharoiti uchun bu yangilik hisoblanadi. 10 yillar bo'ldi kirib kelganiga, lekin hali u qadar ommalashmagan. Oxirgi mana shu 3-4 yilda sekin ommalashishni boshladi. Va bu gullarning o'ziga xos afzalliklari nimada? Suvsizlikka chidamli. Ya'niki bular bargida suv saqlaydi va shu bois ham 1 oy, 2 oy davomida o'zini holatini yo'qotmasdan tura oladi. Esingizdan chiqib ketgan holatlarda ham bemalol suvsiz holatda o'zini tabiiy go'zalligini saqlab qola oladi. Namligini, go'zalligini ushlab tura oladi. Endi Mansurxon aka, biz sizni jurnalist sifatida bilardik. Ko'rsatuvlaringizni kuzatib, nimadirlarni o'rganardik. Lekin bugun sizni aynan florist sifatida taklif etganmiz. Bu floristlikka qiziqish qachondan boshlandi va qanday qilib aynan bu sohaga qiziqib qoldingiz? Umuman olganda bizning ishimiz, hayotimiz ijodiy jarayondan iborat va go'zallikka bo'lgan qiziqish, aynan gullarga bo'lgan qiziqish yoshlikdan bor, mavjud. Lekin bugungi kunda ushbu sukulent gullarga ixtisoslashganimizga 5 yil bo'ldi. 5 yil davomida ularni ko'paytirib, hozirgi kunda 300-400 ga yaqin turlari mavjud. Yillar davomida yig'dik va ulardan keyinchalik g'oya keldi. Shunchaki bitta o'zini sotgandan yoki parvarish qilib ko'paytirgandan ko'ra, ularni jamlagan holatda bir o'ziga xos go'zallik yaratish qanday bo'larkan degan ma'noda mazkur kompozitsiyalarni sekin astalik bilan mana shu 3-4 yillar davomida shakllantirib bordik va tayyorlab kelyapmiz hozirgi kungacha. Aynan bu kompozitsiyalarni idishini ham o'zingiz yasayapsizmi? Albatta. Misol uchun mana bu qizning boshi ko'rinishidagi buni qolipini maxsus keltirganmiz va qolipi asosida oq sementdan tayyorlanadi, ya'ni beton kashpoy deyiladi. Sinmaydi shunday idishlari. Yo'q, odatda ko'p qoliplarga gipsdan tayyorlanadi, lekin gips suvga ta'siri reaksiyaga kirishib ketadi va qizib ketib, sinib ketishi mumkin. Bular hammasi beton. Bu kaktus. O'zgacha kaktusiga chiroyli, mana muxlislarimiz ko'rsanglar bo'ladi. O'zimizda yetishtirilganmi yoki boshqa bir davlatdan? Albatta, o'zimizni bog'dan deyshadi-yu. O'zimizni bog'dan, o'zimizniki deydi. Idishlarni ham mana bu yerlarga sayqallab, mehr berib, alohida bezak berib, ushbu chiroyli dekoratsiya kompozitsiyalarni yaratgan. Quyonlar ham bor ekan. Undan tashqari turli aksessuarlar, ya'ni kompozitsiyani turli joylaridan to'ldirish maqsadida yoki kimga qanday holatda taqdim etish maqsadida turli aksessuarlarni ham o'sha qoliplari mavjud. Ulardan quyib mana shunday ko'rinishda tayyorlab boramiz. Endi mana oilada sizga kim ko'proq yordam beradi? Farzandlaringiz ham o'zi qiziqadimi yoki bitta o'zingiz kelmalaring mana o'zimmi, ijodim bu deysizmi? Yo'q, asosan nima deydi? Yo'lboshchi sifatida o'zim hammasini nazorat qilib, ayolim va farzandlarim ular ham qiziqishadi albatta. Issiqxonaga kelib gullarni ko'paytirishdan tortib, toki mana shu aksessuarlarni farzandlarimiz bir-biridan qiziqib ranglar berishadi, bo'yashadi yoki o'zlari qoliplariga qo'yib, o'zlari chiqarishadi. Ular uchun ham o'z navbatida ham mehnat, ham vaqtlarni mazmunli o'tkazish uchun xizmat qiladi. Endi Mansurxon aka, aynan bu kompozitsiyalarni buyurtmachilari kimlar ko'proq? Buyurtmachilari eng asosiysi gul shaydolari, gul ishqibozlari. Bundan tashqari turli bayramlarda, yaxshi kunlarda, tug'ilgan kunlarda o'zlarining yaqinlarini, opa-singillar, onalarini xursand etish maqsadida sovg'alarga ularga taqdim etishlari mumkin.
undan tashqari esa erkaklar, yigitlar ham qiziqishadi. Ya'ni o'zlarini ofislariga, ish stollariga olib, chiroyli o'zlariga bir atmosfera hosil qilish uchun ham xarid qilishadi. Men bunda nimani ko'rdim bilasizmi? Hozir ham kichkina tortlar paydo bo'lgan, bilasizmi? O'sha kichkina tortlar yoniga mana bunday kompozitsiyadan bittasini olib, sovg'a sifatida bersa, chiroyli bo'lar ekan. juda ham chiroyli. Katta gul bilan kichkina tortdan ko'ra, kichkina ixcham chiroyli bo'ladi. Endi u gullar ham o'ziga xos, tabiiy ular ham o'ziga xos kayfiyat beradi, lekin yashash muddati 5 kun, 7 kun va tashlab kunda so'lib yuboriladi. qoladi. Misol uchun bular yaxshi qaralsa 1 yilgacha, 2 yilgacha yoki ko'paytirishlari ham mumkin. Uzoq vaqt davomida ularga kayfiyat bag'ishlab turadi. Mansurxon aka, keyin men eshitganman, bularga suv quyish qiyinroq-ku, keyin chidamligi o'zini namligi bilan dedingiz. Maxsus idishlarda, spreylarda suv sepib turiladimi? Aynan mana shu gullarga ham yoki Albatta, purkash orqali ham suv bilan berish mumkin yoki o'sha tomchilatib. Deylik, biror idishda o'sha ozroq qism qopqog'i yoki shaklini ochgan holatda tomchilatib sug'orish ham mumkin bo'ladi. mumkin bo'ladi. O'zi yarmarkalarda ham ishtirok etib turasizmi? O'zi ishdan Albatta. ortib ushbu gullarni parvarish qilishga qancha vaqtingiz ketadi? Albatta. Deylik, ishdan charchab borgan taqdirimizda ham to'g'ri issiqxonaga kirib boraman, hattoki o'sha ovqatlanishdan oldin ham va gullar bilan salomlashib, ular bilan ko'rishib, o'sish jarayonlarini ko'rib, kayfiyat ko'tariladi va vaqt qanday o'tganini bilmaysiz. Bilmay qolasiz. Uyga to'g'ri kirib borishdan gullaringizdan xabar olar ekansiz. Birinchi bo'lib. Men aynan shu savolni bermoqchi edim. Aynan erkaklarni aynan gulga, issiqxonaga vaqti kamroq bo'ladi. Aynan sizni ishingiz jurnalistsiz va bu yerdan televideniya bitta uyingizdasiz-da. Mansurxonaga bilasiz, ko'p ko'ramiz chunki Mansurxon akamni. Bu yerdan chiqib to'g'ri issiqxonaga borib, aynan bularga mehr berish boshqacha bo'lsa kerak. Albatta. Aytishadi-ku, agar qiziqish bo'lsa, har qanday qiyinchilik Qiziqish va xohish. va albatta shunday Bilinmay ketadi. bilinmay ketadi, qaytanga charchoqlaringiz ham chiqib ketadi. Kayfiyat ko'tariladi. Bularni hozir necha xil turini yetishtirdingiz misol? Gullarning necha xil turi bor? Aynan ushbu sukulent gullarimizni hozir mavjudlari 400 ga yaqin va yana har yil yoki o'sha har chorakda desak ham bo'ladi. Yangi navlarni ko'rsak, ularni qo'shish jarayoni ham bo'ladi. Ya'ni olib keltirib, o'zimizga moslashtirib, albatta u tajribadan o'tkaziraman eng avvalo o'zim. Qaysi biri yorug'likka chidamli, qaysi biri quyosh titig'ida turishi mumkin, qaysi biri soyaga. Albatta ularni tajriba qilib, undan keyin ekib xaridorlarga taqdim etamiz. To'ppa-to'g'ri. Mansurxon aka, siz bilan gaplashib juda Maza ham qildik. maza qildik. Xursandman. To'g'risi gullarga qiziqishimiz ortdi. Ayniqsa bunaqa kichkina chiroyli gullarni sizni aynan mahsulotingizlik bizni juda ham xursand qildi. Ko'rganimizda juda ham xursandmiz. Ishlaringizda omad, Navro'z kirib kelayotgan muborak bo'lsin. Endi bu gullarning yoniga bitta nima kerak? Tarona Musiqiy kerak, kayfiyat musiqa kerak. kerak. Demak, biz yana xonanda Sanjarbek Bolbekovga yuzlanamiz. Birgalikda Mansurxon aka tinglaymiz. Marhamat. Marhamat.